Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Farg'onaning Oltiariq, Oltiariqda Anvar akam tashrif buyurdilar mana. Ko'kpa ming olgani mana Anvar akam. Boring bo'lsa akajon. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Kech bo'lishiga qaramasdan. Kech bo'lishiga qaramasdan mana bugun yo'lga chiqaman, hozir yo'lga chiqaman Abdulloh aka. Sirasi mana keldingiz aka. Rahmat, Alloh salomat nasib bo'ling qilsin, aka. xayrli qilsin akajon. Tabrik so'zlaringiz. Endi tabrik so'zlarimiz hammalarni shunaqa yangi apparatlar nasib qilsin. Aka, avvalo sizga rahmat. Mana kech bo'lishiga qaramasdan mana xonadoningizda, ofisda mana yaxshi kutib olib, mana yangi upakovka narsalarni ochyapmiz hozir mana. Mana nina tegmagan. Buni ochamiz xudo xolisa. Aka xayrli qilsin, Alloh taolo xayrli qilsin. Fayzli, barakotli qilsin. Ochamiz buni hozir. Anvar akamiz ketadi bu vodiyga. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rpa ming mana. Oltiariqda. Aka yaxshi kunlarga, yaxshi to'ylarga, yaxshi xursandchiliklarga ishlatib yuring akajon. Ilohim etkazsin. Mana kimga shunaqa instrumentlarga deb jo'natib qo'yamiz. Buni olamizda va sekin ochib turib, keyin yana bir ishlarda bu narsalarni ijodlardan chalib, keyin buni xudo xolisa Anvar akamga jo'natib yuboramiz. Rahmat. Buyursin gapni. Salomat bo'ling. Anvar aka, bu vodiyga ketadi bu. Rahmat. Oltiariqqa ketadi. Buyursin akajon. Kimga shunaqa instrumentlarga deb jo'natib qo'yamiz.